Tadbirkorlar qabulidagi murojaatimiz bugungi kundagi hozirgi kunda hech qaysi inson hech qaysi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bekorchilik o'tirishga haqqi yo'q. Chunki hozirgi kunda yaratilgan shart-sharoit bilan ozgina harakat qilib bo'lsa ham yoki kimnidir qo'lida yoki o'zi shaxsiy biznesini yaratib tursa ham ishlashi imkoniyati yaratilgan. Bugungi kunda mablag' yetishmagani bo'lsa 312-sonli qaror bo'yicha mahalla loyihasi bo'yicha yoki o'zini band qilganlarga 17 millionlik yo'nalishlar bo'yicha kreditlar ajratilyapti. Fermer xo'jaliklarimizga ham imtiyozli kreditlar g'alla yetishtirishiga, ekin ekishiga, yillik bir insonni, yillik insonni qaror bilan kartoshka, do'katli nimalar o'sha barcha sabzavot ekinlari uchun o'g'itidan tortib, haydashdan tortib, o'g'itigacha to yetishtirib, terib olishgacha bo'lgan muddatda beriladigan kreditlarimiz bor. Men gapim boshida aytmoqchi bo'lganim, har qanday tadbirkor, har qanday fuqaro bugungi kunda bemalol o'zini biznesini, bemalol o'zini ishini boshlashiga sharoitimiz bor. Agar qanaqadir to'sqinlik bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir bir